Do'stlar, mening ortimda turgan stadion hammaga tanish. Kongoga qarshi o'yinimiz aynan mana shu stadionda bo'lib o'tdi va mana bu nusxa ayniqsa o'zbekistonlik muxlislarning obyektiviga ko'p bora tushgan va ko'pchilik sehr jodu ishlatilgani haqida, ya'ni kongolik muxlislar tomonidan O'zbekistonga qarshi o'yinda mana shunday ishlar qilingani haqida aytilmoqda. Men to'g'risi do'stlar bilmadim, futbolda bu qanchalik ish beradi. Agar mana shu narsa ish berganda, menimcha top jamoalar kamida bitta jodugar yoki sehrgarni o'z terma jamoalarga, o'z saflariga qo'shib olgan holda katta musobaqalarda ishtirok etgan bo'lardi yoki kamida aytaylik o'sha afrikalik davlatlar mundialda chempionlikni qo'lga kiritgan bo'lardi. Menimcha bu shunchaki imij, menimcha bu shunchaki yorqin ranglar, menimcha bu shunchaki bilasiz, stadionda katta ekran bor. Mana shu ekranda hammaning ko'ziga tushish, yanada Instagramda mashhurlikka erishish uchun qilingan imij deb o'ylayman. Bilmadim, unni sepib o'tirganmi, shunga o'xshash ishlarni qilib o'tirgan. Endi do'stlar, ko'pchilikning fikri O'zbekiston 1-0 hisobda oldinda borayotganda Kongo comeback qilib ketdi. Aynan mana shu nusxa ham sabab bo'lgan bunga deb aytish mumkin. Kongo yaxshi o'ynab menimcha g'alaba qozondi. Bu yerda menimcha sehr joduga hech qanday o'rin yo'q. Shunchaki futbolda qaysi jamoa golga intilsa o'sha g'alaba qozonadi. Va shu do'stlar, bu shunchaki clickbait, bu shunchaki mashhurlikka bo'lgan intilish, bu shunchaki o'sha juda ham ko'pchilik orasida ajralib turish uchun qilingan grim, image va mana shunday narsalar deb o'ylayman. Orif ham yaqinda bu haqida, Orif Tolipov ham yaqinda bu haqida video qilganda ko'rib chiqishingiz mumkin. Bir kishi hazil tariqasida komment yozgan ekan, hattoki o'sha jodugarlar AQShga viza oldi, biz esa ola olmadik degan ma'noda o'sha hazillashib yozgan. Menimcha ular ham oddiy muxlis do'stlar. Shunchaki ular grimdan ko'proq foydalangan, yorqin ranglarni tanlagan va mana shunday imij orqali mashhurlikka erishishni oldiga maqsad qilib qo'yganlar.